Feruza Normatova turmush o'rtog'i bilan yangi videosini bo'lishdi. Aktrisa turmush o'rtog'i bilan birgalikda do'konlarni aylanib, xaridlar qilishgani va kechki payt shiringina qilib shashlik pishirganini muxlislarga ko'rsatdi. Ko'z tegmasin, juda ahil va baxtli juftlik. Sizga Feruza Normatovaning oilaviy videolari yoqadimi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'llarimdan tutganing uchun tashakkur. Qorlarda kutganing uchun ming rahmat. Ko'ksimni nurlarga ko'mib, taqdirim yo'lidan o'tganing uchun va ming bor taqdirga ta'zim azizim. Yaxshi yomonimda yorliging uchun peshonamda ismim yozilgani va kaftim chizig'ida